Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari. Mana biz guruhimiz bilan birgalikda Qozog'iston Respublikasi Shimkent shahriga ishga keldik. Mana shu xonadonni ishini oldik to'liq noldan. Shkaturka, stejka jarayonlari. Ko'chalar stejka bo'ladi, ichkarilar, atrofi ko'cha to'liq shkaturka bo'ladi. 1000 kvadratdan ziyod shkaturkamiz bor, ichkari, tashqari. Batafsil ko'rsatib o'tamiz. Hozir mana birinchi xonamiz. Taxminan o'yinga 4 bo'lsa kerak bu. Hali o'lchaganimiz yo'q. Videolar jarayonlarda aytib boramiz, o'lchab. Bu ham shu holatda. O'yinga 4 xona. Mehmonxona bo'lsa kerak. Mana choli patalaylar bo'lgan, cho'rni patalay qilingan. Mana yog'och qo'yib, xuddi o'zimiznikidek qilib vassa bosib, qamish bosib, suvoq qilingan. Kalonlar regilda qo'yilgan. Mana bu yerga kelsak, mana bu menimcha baniya bo'lsa kerak, adashmasam. Hozir ustalarimiz bizdan avvalgi ishlaganlar mana oshxona qilgan bu yerda. Mana bu mehmon kutish zali bo'lishi kerak, adashmasam. Bu kirish zali. Berab katta zal bo'ladi. Mana detskiy spalniy. Bu ham zal, mana uzunligi. Bilmadim endi qancha. Pishig'ishdan to'liq terilgan. Bu yerda perigorodka bo'ladi, adashmasam, g'isht chiqarilgan ekan. Mana xonamiz. Detskiy spalniy bo'ladi bu. Bu xonamiz. Bu ham detskiy kichkina xona ekan. Menimcha 4 ga 3 bo'lsa kerak. Shu yerga joylashdi ustalarimiz. Xudo xolasa joylashib olib, keyin ishni boshlaymiz. Bu yerga ham yana bitta xonamiz bor. Jami zal, mehmonxona, kuxna, baniya bada hammasi bir 12 ta xona bor ekan bu yerda. Bu yerda perigorodka bo'ladi menimcha, adashmasam. Bunday kelib bu yoqdan ko'tarib yopilsa kerak. Buku qo'shnilar uylari. Yangi uchastka, hali bitmagan bu yerlar. Mana Qozog'istonning yangi domlari. Yashash zo'r, yaxshi yashash undan ham zo'r. Yasha. Deydi-ku. Mashoyiqlarimiz. Qishlar vaqt chotki terilgan, nasib bo'lsa. So'raganlar uchun video qilib boryapmiz. Ateist tashlab ko'rsatamiz ish jarayonida. Devorlarimiz terilgan. Kimda qanaqa taklif savollar bo'lsa bemalol murojaat qiling. Biz Qashqadaryodan Qozog'istonga kelib ishni boshladik, azizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizda yangi bo'lganlar obuna bo'lishni unutmang. Bizga o'xshab musofirda yurgan aka-ukalarimizga, oila bag'rlariga eson-omon qaytishlarini tilab qolamiz. Topganlariga Alloh o'z barokatlarini yog'dirsin. Xayr, sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha xayr. Azizlar. Usta Ravshan kanaliga obuna bo'ling. Telegram kanalimizga o'tsangiz, Mohir ustalar kanaliga videolarimizni kun davomida tashlab boramiz. Bemalol murojaat qilib ko'rib borishlaringiz mumkin. Tushunmagan joylaringizga savol-javoblar ketaveradi kommentariyamizda. Mana yog'ochlar xuddi O'zbekistonnikidek qilib yopilgan.